Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Ko'hna va navqiron Olmoliq. Har bir shahar bu tarix, har bir ko'cha xotira, har bir maskan esa inson mehnati va orzularining aksidir. Bugun o'zining qutlug' 75 yillik yubileyini nishonlayotgan Olmoliq ana shunday shaharni sirasiga kiradi. Boy tarix, ulkan sanoat salohiyati, mehnatkash va bag'rikeng insonlari bilan yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelayotgan azim maskan, ko'hna an'analarga suyangan, zamonaviy bunyodkorlik sari dadil odimlayotgan Olmoliq bugun yangi qiyofada namoyon bo'lmoqda. Keng va navqiron ko'chalari, zamonaviy turar joylari, ta'lim va madaniyat maskanlari, yashil bog'lari hamda bunyodkorlik ruhi shaharning ertangi kuniga bo'lgan yanada mustahkamlaydi. Bugun yoshlar ilm, fan, sport, madaniyat, innovatsionlar sari dadil intilib, shahar ravnaqiga o'z hissasini qo'shmoqda. Shu bois Olmoliq nafaqat ko'hna tarixga ega, balki navqiron va istiqboli porloq shahardir. Olmoliq fidoyi konchilar, metallurglar, muhandislar va barcha soha vakillarining mashaqqatli mehnati bilan kamol topgan shahar. Bu yerda har bir muvaffaqiyat ortida inson qadri, mehnat sharafi va vatanga sadoqat mujassam. 75 yil bu faxrli tarix. Bu mehnat bunyodkorlik va yuksalish yo'lidir. Kelajakka ishonch bilan qarayotgan Olmoliq bundan buyon ham yangi marralarni zabt etishda davom etadi. Qutlug' yubileying muborak bo'lsin, aziz Olmoliq.